Xullas, mana shu o'taman, hammaga salom. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu nima desanglar, bu YouTube'da men ko'rib qoldim. Palmer Pro va Cloud bu tayin bo'lsam bo'lar ekan. Palmer Pro va Cloud Code'ni birlashtirib, video montaj qilsa bo'lar ekan. Как раз men YouTube'imga video yozmoqchi edim va manimcha ishlatib ko'rsak bo'ladi degan qaror qabul qilib turibman hozircha. New project, Palmer Pro ichida project yaratamiz deyilyapti. YouTube video montaj deb turaylik, nima bo'lar ekan? Save qilamiz. Bu yerga media kerak. Media hozirgina yozib olingan. Hozirgina yozib olingan. Yerdan topamiz. Pro kerak va bu yoqqa tashlayman. Endi menga nima kerak deyilsa, men Cloud'ni ochaman. Home'ni ochaman. Organize my inbox, customize cowork. Ne, cowork kerak emas menga. Hop, Cloud not attached. Not attached dot bordi. Connections ichida nimadir ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Cloud in Chrome, Figma shu pluginlar ichida bo'lishim kerak. Короче, bir marta test qilib ko'rdim. Palmer Pro'ni run qilganingizdan keyin Palmer Pro mana bu programma video montaj uchun chiqarilgan, o'zidan MCP chiqaradi. O'sha MCP ga bizning cloudimiz ulana oladi. Qiziq albatta. Palmer Pro'ga ulana oldingmi deb so'raymiz. Nima javob beradi ko'ramiz. Reja bo'yicha ulanib bo'lgan. Reja bo'yicha faqat. Mana YouTube video montaj loyihasi ochiq va aktiv. Umuman kutubxonada shu loyihalar bor. Hozir faqat aktiv bilan ishlaymiz. So'ramaydigan qilib qo'ysamchi, avtomat bitda ham yoqsa bo'larmikin? Mana shu har safar so'raydi, yuragimdan siqib, birlanchida Hyperframes ishlamayapti ekan. Bular mana ulandi. Xo'p, loyiha aktiv holatda 30 fps da olingan YouTube video montaj. Aynan hozircha bo'sh. 17 daqiqalik ekan. Ekran yozuvi, audio bilan nima qilamiz? Masalan, klipni timeline'ga qo'yish, sonat pauzalarini olib tashlash, transkript asosida montaj, caption qo'shish, ayting boshlaymiz debdi. Xo'sh, biz просто testga bundan oldingi o'sha cloudni checkup haqida yozilgan videoni montaj qilib ko'ramiz. Ko'ringlar. Hop, uzoq vaqtdan keyin bu YouTube'da turgan bo'lishi kerak, faqat hozir biz montaj qilamiz buni. Hop, pauzalarni olib tashlash. Bizga pauzalarni olib tashlash kerak emas, bizga pauzalarni manga qo'yish kerak. Bu birinchisi manga qo'yish kerak. Pauzalarni olib tashla. Agar pauza bo'lsa, ba'zi birlarini tezlashtirib yubor. Transkript o'zbekchada qo'sha olarmikin? Menga juda ham qiziq. Transkript men ruschada qo'shib ko'rdim, zo'r ishladi. Transkript qo'shib bera olar ekan. Lekin hali o'zbekcha bilan ishlab ko'rmagandim. O'zbekchada ham transkript yaxshi ishlasa, va shu zo'r. Endi ko'ramiz. Timeline'ga qo'sh dedim, qo'shdi. Mana timeline'da bor уже. Xuddi shu bilan birga, mana ajratib chiqyapti. Sanab chiqyapti birinchi qanchalik ko'p bo'lgan pauzalar. Pauzalar ko'paygan rostdan ham. Pauzalarni yo tezlashtiradi yoki olib tashlaydi. Shuni ko'ramiz. Remove silence ishlayapti. Bosadigan bo'lsak, mana klip bo'yicha, framelar bo'yicha, har bittasi bo'yicha ishlab chiqyapti. Ham qiziq. Tayyorlaganga qo'yapmiz. Natija bo'ldi, tayyor deyapti. 16 minutda 10 minutga aylandi. Yana bir ekanmiz. Mana bu timeline 16 minutimizni 10 minutga aylantirib berdi. Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta YouTube'ga qaytishga qaror qabul qilamiz. Hop, bugungi qiziq mavzulardan bittasi Cloud Checkup komandasini qurishda hali ishlatib ko'rganim yo'q. O'zimga ham qiziq. O'zlar dunyoda ishlayman. Birinchidan 10 minut qilib qo'ydi. Bu уже ancha-muncha yutug'imiz. Bitta qilib chiqqanimizda ko'proq vaqtimiz ketgan bo'lardi. Biz uchun ancha-muncha tez qilib berdi. Xo'p, bundan tashqari qiziq videoni qiziqarliroq qilish uchun nimalar maslahat berasan? Va nimalar bera olasan? Motion yoki shunga o'xshash grafik narsalar bilan ishlay olasanmi? Bunisini hali test qilib ko'rmagandim. Transkript kerakmi deb transkriptni o'qib, kabi filler so'zlarni ham kesish. Qiziq. Masalan, bir bu bizga kerak bo'lmaydi. O'zbekchada hech kimga transkript kerak deb o'ylamayman. Zerikarli joylarni scroll kutish, yozish joylarini normal qoldiraman. Qiziq. Matn taytlar, kurslarga bo'lim nomlari, qo'llovlar, animatsiyalar, fade slide qiziq. Audio, fon musiqa, audio denoise, mikrofon shovqinini tozalash. Voy, bizga qaranglar nima kerak bo'ladi. Hozir bir chekkadan berganlardan tozalaymiz. 192 ta
pauzani olib tashlayapti. 6,5 minut chiqibdi o'sha. Nima qildim shuncha hayronman o'zim. Hop, men ikkita kerak bo'ladi bizga. Bundan tashqari mana kerak bo'ladi. Bundan tashqari mana kerak bo'ladi. Bundan tashqari men tushunmadim. Alohida so'raymiz. Effect color grading qanchalik kerak bo'lishi kerak. Mana ham to'g'rilashim kerak. Hozircha shular kerak. Ko'ramiz bular bilan qanday ishlaydi. Bunisini lekin montaj qilmasdan qo'yaman YouTube'ga. Bu videoni montaj qilmasdan qo'yaman, что aniq. Va ko'ryapmiz, transkript ham ko'rishni to'g'ri qilib qo'yamiz. Zo'r transkript lekin men so'ramagandim. Transkript shart, lekin o'zi transkript olyapti. Men o'zbekcha qanday transkript olayotgani qiziqyapman, lekin o'zbekcha transkriptlar. Shaxsan Cloud'ning o'zi o'zbekchada gaplasha olmaydi. Turkchada menimcha gaplashish mumkin, lekin o'zbekchada umuman gaplasha olmaganman. ChatGPTdan chiqib. ChatGPTning ham xuddi shunaqa programmasi bor. Katta ehtimol u ham ishlolsa kerak. Bu videoni ChatGPT bilan Palmer Pro'ni ulab montaj qilib ko'ramiz. Bu videoni o'zida esa Cloud bilan Palmer Pro'ni ulab hozir test qilib ko'ramiz. Menga ChatGPT qanaqa ishlayapti, o'zi yo'qmi degan savol bor. Qanchalik narsalar qo'lidan keladi degan savolni qizaman. Balkim ChatGPT yaxshiroq qila oladi. Tim bo'ri 5.6 chiqardi, ular yangi versiya chiqardi. Juda ham qiziq bo'ladi uni ham test qilib ko'rish. Hozircha ishlayapti timeline bilan. Bizga bergan ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Tekshirib olishimiz uchun ham kerak bo'ladi bizga. Ozgina tezlashtirish berdim. 1.1x yoki 1.25 videoni o'zini tezroq qiladi. Yaxshi. Balkim sekinroq gapirganim uchun tezroq qilganim yaxshiroq bo'lar. Transkriptni o'qiydi. Mana hozirga o'xshab degan joylarimni olib tashlaydi. Bundan keyin zoom, punch animatsiyalarni qo'shadi. Masalan, nimadir mana hozir men buni belgiladim, to'g'rimi? O'sha gapirayotgan paytimda mana shu qismni yaqinlashtiradi. Yaxshi narsa, yomon emas. Agar eplolsa, katta ehtimol eplolishga ishonmayman. Bundan tashqari speed RAM zerikarli joylarni scroll kutish, yozish, 2-4x tezlashtirish muhim joylarni normal qoldiradi. Qiziq. Yana qo'ymasa bo'ldi videoni ko'ramiz. Necha minut qilib tashlaydi hozir. Xo'p, bu yoqda ko'rishimiz mumkin bu timeline, bu esa original. Chatga qo'shib, buni ham o'zim chat. Adashmasam mana bu yerda edit bor, to'g'ri. Bu page planlar bor. Mana bu yerda captions bor. Language o'zbekcha ola oladimi? O'zbekcha ola olmaydi katta ehtimol. Xo'p, urdu, especially South Korea, Japan, South Korea bor o'zbekcha. Download qolursin, mayli. Hozircha bizga kerak emas. Men bizni kutib turibdi. Mana shu narsani yo'qotish uchun auto enable kerak bo'lardi bizga o'zi asli. Aynan bu yerda yo'q. Denoise'larni ishlatib bo'pti, reja bo'yicha, ya'ni ovozni tozalagan. Aytishi bo'yicha tozalagan, men yana bilmayman. Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta mayli. Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta qiziqishga qarab qilamiz. Hop, bugungi qiziq mavzulardan bittasi Cloud Checkup komandasini qurishda hali ishlatib ko'rganim yo'q. O'ziga ham qiziq. Hop, timeline ko'rib chiqadi. MacBook uchishni boshladi. Menimcha ozgina qiynalishni boshladi. O'ylashim bo'yicha yaxshi bo'ladi. Shunisi kerak. Men video montaj qilgan paytlarimni eslayman. 1 kun 5 kun vaqtim ketardi. Sababi professional video montajchi emasman. Sonliga narsalarni tez qilib tasha olmayman. Bitta eshitib chiqishim, to'g'rilab chiqishim, o'zgartirib chiqishim, kesib chiqishim, mana shunaqa qilib ketardi hamma narsa. Juda ham qiyin bo'lardi o'zi asli. Bu yerda hozir qaysidir ma'noda 10 minut, 15 minut kutyapman. Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta YouTube'ga qaytishga qaror. Ovozni to'g'rilabdi birinchidan, bu yaxshi. Videoni endi tezlashtiradi hozir bu. Qiziq menga. Qiziq. Hali ham 10:24 o'zi bizda. Shu birinchi tunatlarni, pauzalarni olib tashlagandan keyin 10:24 qolgan edi. 30 fps ni 60 ga o'zgartirib bo'ladimi? Juda ham qiziq 60 ga o'zgartiramiz. Men xursandman. Yemay turganim yaxshi edi. O'zida tursin hozircha. Yana 60 ga o'zgartirib olamiz. Hozircha narsalarda small, medium, large, large. Wow, kerak emas. Large, small, Hey, mate. Organize with agent. Mana shuni o'zi qilasimchi. Rejalashtirildi. Video tezlashtirish, zoom animatsiyasi va audio tozalash. Zoom animatsiyasini ham qachon, qayerga beradi? Juda ham qiziq. Agar foydali qilib bera olsa, juda ham zo'r bo'ladi. Videoni tezlashtirish eshitib ko'raylik-da. Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta YouTube'ga qaytish tezlashtirish kerak emas. Bunaqa gapirgandan keyin tezlashtirish kerak bo'lmasa bo'lmaydi. Bizga qiyin bo'lib qoladi. Nima qilamiz? Kutamiz. Qiziq menga. Bu yerda ramp B as a second section with a 3x multiplier. Now I'll proceed to analyze its characteristics and how it fits in. Nega bu? Mayli, o'zi bilan o'zi gaplashganda muammo yo'q. Normal narsa, lekin
Nimaga ingliz tilida gaplashadi menga qiziq masalan. Shuncha o'zbekcha gapirib keldik-a. Nimaga analizlarni ham o'zbekchada qila olmaydi, inglizchada qiladi? Bunisiga ko'p qiziqaman. O'zbekchada gaplash bu adashmasam tarjima qilib jo'natadi bizga. To'g'ridan to'g'ri o'zbekchada o'ylab, o'zbekchada fikrlab, o'zbekchada javob bermaydi-da. Inglizchada fikrlab, uni tarjima qilib keyin tashlaydi. Agar o'shanga ham token yeydigan bo'lsa, lekin inglizcha gaplashgani ma'qul bo'lib qoladi. Lekin unga token ishlatishmasa kerak, menimcha to'g'rilab qo'yishgan degan umidim bor. Umidim bor eng kamida. Hali ham uni 24 ishlayapti. Mana buni o'chib yonishidan kelib chiqadigan bo'lsak, qayerlarnidir to'g'rilayapti. Adashmasam hozir yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, mana shu narsa. Yaqin uzoq qilib, zoom out, zoom in qilyapti qayerlarnidir, kerakli joylarini. Eplay olishiga oldindan bir narsa demaylik-a, rostdan. Lekin eplay oladi deb o'ylayman. Zoom in, zoom out bu frame ni ham ko'rish kerak-da, ya'ni ekrandagi narsalarni ham analiz qilish kerak. Balkim qilayotgandir, qilayotgan bo'lsa juda ham zo'r, lekin o'shaga ancha-muncha kuchli bo'lish kerak uning uchun. Oxirgi marta ishlay olmagandim men test ko'rganimda oxir qiynalganda ancha. Deydi 23 sekund san tejab qoldim deyapti. Malades, nima deymiz boshqa? Kontekst jadvali ko'rsatilayotgan joyda 4 ta zoom qo'yaman deb zo'r tekshirib ko'ramiz. Oxirida qaysi sekundlarga qo'yganini o'zi yetar. Qiyin emas meni ham. Keyin ChatGPTda qilamiz. Shu videoni ham. Bu videoga montaj qanchalik kerak bilmadim-u, lekin qilamiz. Qaysi biri yaxshi bo'lsa, dal o'shani davom etamiz keyin. Bu videoda endi animation men ko'rdim bir orada. Motionlar bilan, animationlar bilan ishlanganini qidirib ko'rishga to'g'ri keladi. Bular bilan ham bir test qilib ko'rishimiz kerak, qanaqa ishlaydi, qanaqa yo'q. Hozircha adashmasam mana fundamentalniy montaj bu. Bir wow narsa emas o'zi asli. Fundamentalniy montaj. Buni wowligi nima desa, buni wowligi qo'limizdagi bor AI bilan qilyapmiz. Bo'ldi shu. Ortiqcha montajchi odamlarsiz kimgadir berib yo o'zimiz o'tirib soatlab qilmayapmiz. Baribir 1 soat vaqt ketadi kamida, chunki men bunaqa javob berib, ozgina o'rganib olish kerak to'g'ri. Sekin tezlashib yaxshi ketadi bu ham. Endi Premiere Pro ni adashmasam o'zidan ham sotib olsa bo'ladi. Premiere Pro ni o'zida montaj qila oladigan nimalari bor, funksiyalari bor. Shuni sotib oladigan bo'lsa, yaxshiroq ham bo'lsa kerak katta ehtimol. Qanaqani bilmayman lekin. Zoom 2 da ishlayapti o'sha. Zoom 1 o'tib ketibdi o'sha. Birinchisini zoom qilib o'tib ketdi. Sekundini aytsa bo'lardi. Zoom ko'rmayapmiz. O'zlar dinamikali ishlaydi. Free or extend results to copy to your clipboard. Sans copy 10 characters. Sans copy qo'shishni yaxshi qiladi. Chekab qo'shishni, chekab ishlab ko'rganlar. Chekabni hali qiziqmayapti. Ba'zida chekab qonun paydo bo'lyapti. I want come clean up on July 8 to 26 yilda chekab sensorsiz asabni ishib chiqadi, ishlanmasligini topadi, dublikatni topadi. Короче, akkuratni berish kerak. Hali chekab o'zidan so'raymiz qatga qo'shgan. Bo'lmasa qiynab qo'yadi, unaqa ko'rib o'tirish. Zoomni qidirib, mana zoomga chekab oldinroq zoom qo'yib bo'ptimi? Ikkinchi, rejadagi ikkinchi ish bu zoommi? Zoom ham shu oxiridagi edi. Qiziq. Center point offset. Как раз hozir chekab joyida edik. O'sha joyni to'g'rilab, o'sha joyiga qo'yapti ekan zoomni. Nima qiladim? Frame'ni ko'rib oladi birinchi. Mana katta ehtimolga screenshot qilib ko'radi, o'sha joyni rasm sifatida ko'radi-da, qayerni yaqinlashtirish kerakligini zadacha qilib beradi. Lekin baribir odam o'zi montaj qilishdan ko'ra tinchroq bir ma'noda. Agar yaxshi qilib beradigan bo'lsa. Endi odamning qilgani ham qaysidir ma'noda bir wow, kreativ nimadir. Lekin menga o'xshagan masala montaj qilishni bilmaydigan odam uchun fundamentaliy normal narsa. Ana kinoda aytgandek, robot simfoniya yoza oladimi deydi-ku. Sen o'zingchi deydi robot qarab. Xuddi shunga o'xshagan narsa-dek. Hozir kreativ nimadir robot qila olmaydi deyishim mumkin, lekin men ham qila olmayman-ku uni video montaj sohasida. Kino olib yurgan odam emasman, kino montaj qilib yurgan odam emasman. Bir dahshat narsa chiqarib beradigan. Katta ehtimol buni kim ishlatayotganiga ham bog'liq. Kreativniy montajdan ancha-muncha bir ish sifatida, kasb sifatida olgan odam, professional shug'ullanadigan odam xuddi shu holatda ishlatadigan bo'lsa, katta ehtimol qo'lidan ko'proq narsa keladi. Zoom 3 blog sarlavhasiga checkup explained. Video yarim soat masalalar. Video 15 minutda, biz uni 10 minut qo'ygandik va biz uni yarim soatdan beri AI orqali montaj qilyapmiz. O'zim montaj qilganimda hayronman, nima bo'lgan bular. Montaj qilish esimdan chiqib ketgan hisob qiladigan bo'lsa. Xo'sh. Bu videoda ham pauza qilish kerak emas, qiyin qoladi. Hozir nima qilib deyman? Premierlar transcription yomon ishlamagan. Menimcha shu trukcha bilan kasha qilib bir amallab chiqarib oldi nima deganlarim. Men taxminim shunaqa. Sal bo'lsa ham tushundim, videoni ma'nosini tushundim biroq o'zi. Ko'rsatgan mana videoda mana poorly transcript zo'rg'a transkritsiya qildim. O'zbekcha gapiribdi bu yetmaganiga. Yo'q degan bir eplab transkritsiya qilib olgan. Wow, momentda bu dan keyincha first journey in Twitter gaplashibdi bu deydi. Haydot. O'zi
lekin kimlardir bor montajga qiziqadi, AI'ni tool qilib ishlatsa ham bo'ladi. Masalan, odam o'ziga tegmaydi to'g'rimi? Siz nima qilishni aniq bilasiz, buni qanday qilishni bilasiz. Tayyor shablonlaringiz bor, AI toolingiz bor. Va siz o'sha kreativligingizni chiqa olasiz. Masalan, mana sekundani mana bunaqa videoni ko'rib chiqasiz. O'zingiz ishlaysiz, sizga buyruq berasiz. O'sha kreativlik qoladi. AI qilingan, nimadir, yozmaydi degan narsalar bo'lmay qoladi o'sha. Kelmasang, lekin ballar yarim soatdan oshdi, ballar. Salyut banger. Zoomlarini vizual tekshiraman, tekshirib chiqyapti. Qo'yib bo'ldi menimcha. Ha, bug bo'lib qoldi. Yaxshi. Avjida. Hadi, oxirida aytib bersa ham mayli. Qaysi sekundlarda nima o'zgarishlar bo'lganini. Bizda asosan nimalar kerak edi bizga? Ha, yozib berganim qani? Emas. Xo'p, transkript kerak emasdi. Filtrlar, A'larni olib tashlash kerak edi. Ovozni to'g'rilash kerak, tezlashtirish kerak qildi. Bu ko'rdik. Bu transkript berdim ekandik. Bizdan va zoomlar. Biz faqat zoom tekshirsak bo'ldi hozirgi holatda. Katta ehtimol bilan. Ayarlarga zoom qo'ydi. Menga juda ham qiziq. Uğraşvardim hozir shu. Mohammed, hi, I'm Cloud. How can I help you today? Ko'rmagan ekanman. Waiting for me. Calls to this tool are likely time out the same way constituting alternative approach or ask the user to restart their local MCP servers. Bug javob olmadim deydi, chunki Palmer Pro bug bo'lib qoldi menimcha. Mana shuni bosganimdan keyin MCP server ham o'chgan, katta ehtimol nimadir bo'lgan. Men error shuni ko'rsatyapti. Ikkinchi marta so'rayotgani ham qiziq menga. Oldimi? Endi qaytada ishga tushganim. Qo'r Palmerni deyapti. Agar rostdan muammo bo'lsa, hozir Palmerni boshqatdan bitta bug bo'lib qoldi. To'g'ri ishlov. Davom et. Cloud Game qayta kurmasam bo'ldi. Umidim shundan. Buni ham qayta ishga tushirish yaxshi bo'lsin. Umidim shundan. Rejam bo'yicha ishlab turibdi. Video tezlashtirilmagan ekan ham даже. Endi oxirida shu qolgan ekan. Tezlashtirish qolgan ekan. Shuni bosqichlarini tezlashtirdi. Osilib qolgandan kelib chiqadigan bo'lsa, eng yaxshi variant Cloudni o'ziga qayta kirib chiqish kerak. Tez ishlash kerak reja bo'yicha. Mana ishlov. Mana shunaqa ishlamasa, demak tushunsak bo'ladi. Srazi MCP o'chib qolgan bo'ladi. Bu Palmer Pro'ni dardi. Shu boyga qotib qolgandan ancha-muncha makilab qoldi o'zi. Buning oqibatida, bunaqa qilganimda buncha qotib ishlar ekan. Qaytadigan bo'lsam, dara o'zi kelmadi даже. Alo, qarjayib qolibdi. Alo. Yaxshi tomoni ustimga klik qiladigan bo'lsam, hozir ishlayapti. O'zim ustimga klik qiladigan bo'lsam, yaxshi katta ekranda maza qilib gaplashib, tushunib, kelishib olsak bo'lar ekan, maslahat qilib olsak bo'lar ekan. Yana kerak emas bo'lsa, escape ilbojoga mishkani bossam bo'ldi ekan. Yaxshi emasdan ko'ra yaxshi. Xo'p, zoom 1 yaxshi debdi. Grabbing with clip positioning after speed adjustment. Zoom 1 yoqibdi o'ziga. Ko'raylikchi bizga 1-sekundda nimalar qilib berganini aytar endi. Mana shu yerdan tekshirib olasan. Hello, Palmer Pro o'tadigan bo'lsam, bu yoqda final bor ekan. Timeline bor, bu yoqda final bor. Nega bunaqa? Final yo'qolib ketdi endi. Menimcha o'zi uchun qilgan buni. Hozir bu ovoz bilan qayta ishlagani ozgina yomon holatga tushirdi. Denoise qilganingdan keyin ovozim robotnikiga o'xshabmi? Ya'ni noise effektni biroz kamaytirish yoki olib tashlamiz. Endi nima deydi, nima yo'q. Qiziq menga. Yana qisqartiradi hozir. Bu ham qiziq. Joylarda yana qisqartiradi. Shu deydi, shunaqa joylarni olib tashlayman deb va'da berib qo'ygandi. Menga hali ham o'sha robotnikiga o'xshab tuyulyapti. Palmer qotib qolgan bo'lmasin-da. Bittada kelma. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, Palmer qotib qolgan. Palmerga iloji bo'lsa deymaslik kerak ekan. Endi meniki yana ham lekin M1 Pro, kimdadir M4, M5, M6 Pro'lar bo'lsa, ularda normalni ishlashi mumkin. Endi M1lar ham eski emas, eski 2021-yil Pro'sa, lekin bo'lish kerak emas menimcha. Kerak qolishi mumkin. Meni o'ylashim bo'yicha Palmer qotib qoldi. Buguncha tegmaslik kerakmikan? Davom etishini kutganimdan ma'no yo'q o'zi asli. Ehtimol buni yo'qotib ham bo'lmasa kerak. Buni yo'qotish ham o'sha oson narsa emas. Xullas, Palmerga birinchi kirilgan bo'lish kerak, Cloudga keyin kirilgan bo'lish kerak. O'sha bilganda ishlab beradi, boshqa paytda emas. Ko'raylik. Adosim ham joylarini. Birinchi gaplar bor deyapti. Mana men bilan oldin yopib olishim kerak edi. Yaxshi, boya o'zi kelgan joyini o'zi to'g'rilab ketar ekan, bilmagandim. O'zim aytaman deb o'yladim to'g'risi. Yana Palmer kirgani qotirib qo'yish niyatim yo'q. Endi tekshirib turish kerak-da, nima bo'lyapti, nima yo'q. Hammani ham kompyuter manikiga o'xshagan osilib qoladigan bo'lsa kerak, tekshirib turganinglar ma'qul. Eng kamida qiziq bo'ladi. Qarab turasizlar, chiqib, borib ishlayapti-da shu. Mana gaplarni yopyapti. Shu sabab shunaqa qotib qolgan. Timeline shuning uchun. Endi tasavvur qilinglar, 1 soatlik, yuzlab gigabaytli videolarni ustida ishlayotganda og'ir kelar ekan. Og'ir kelmasligi uchun kompyuter eng yaxshisi bo'lishi kerak, boshqa varianti yo'q. Lekin degan to'p. Boshqa tomoni ham bor. Men orada bir YouTube video bilan ishlab ko'rdim-da. YouTube video 1 soatlik edi. O'sha 1 soatlik YouTube videoning ichida qisqa qaysidir joylarini kesib ishlatdim.
Shu bilan qildim, lekin dovdiramagandi. Lekin biz bu yerda bitta katta video bilan ishlayapmiz-da. Buni hisobiga deb o'ylab turibman men. U yoqda ham 1 soat edi, bu yerdagi bor yo'g'i 10 minutlik video bilan ishlayapmiz hozir. Lekin u 1 soatlikdan kerakli joyini kesib qo'yganimda 1 minutlik chiqardida. U 1 minutlikni montaj qilish bemalol qiynalmas. Hozir bu yerda ozgina qiynalib qolyapti, chunki 10 minut jiddiy narsa emas tur deb o'ylab qoladi odam. Bir-biriga buni zaпрос jo'natganda qiynab qo'yadi. Ehtimol qiynab qo'yadi. Ozgina imkon beramiz menimcha, qo'yib beramiz ozgina. Ko'ramiz shekilli. Hamma gaplarni bir vaqtda delete qilish degan narsasi yo'q ekan, tipi. Zadacha bersa hamma gaplarni o'zi tozalab tashlaydi. Tinchroq emasmi o'zi mana shu gaplarni tozalash uchun? Men o'zim qilgan ham bo'lardim. Qo'lda menga aytmadi-da. O'zing qilib qo'ya qol, vaqtimiz tejaladi deganda men o'zim kirib bitta to'g'rilab chiqqan bo'lardim. Sog' salomat tinch bo'linglar. Davom etishni boshlaganda, zapisni pauza qilaman, davom etishni boshlaganda. Pauza qilmasam hozir ketadi-da. O'zi shundoq ham 50 minutdan oshiq zapis qilyapman shu videoni o'zim. 26 edi, uni 21 qilib qo'yibdi. Hozir yana bitta kesadigan bo'lsa, где-то 8 minut qolsa kerak deb o'ylab turibman. 8 minutlar bo'lib qoladi. Bo'lmasmikan 8 minut ko'p-a, juda ham 9 minut, 8,5 minut qoladi video hozir. Fail to call to qoldi. Val gaplarni tozalash kerak. Keyin noise bilan ishlaytadimi hozir Palmer bilan javob berishga menimcha kuch yetmasa kerak. Qilamiz. Birinchi Palmer. To'xta, yana yangi zadacha o'ylab topamiz. Hozir tezlashtirish maqsadida ChatGPT jim tursin orqada. Palmer Pro. Noise bilan boshlaysa hammasilarini o'nta qilib yopib hammasini bir vaqtda qilaman desang, freeze bo'lib qolyapti. Qanaqa request jo'natgan? End frame 1, start frame 0. Hop, oxiridan boshlab bo'shliqlarni yopish boshladi. Mana yana qotish boshlagan bo'lsa, dodingni beraman aytib qo'y. Akkuratni qilib yopishni o'rganlaring. Yop olibdi. Mana olgan normal. Bu yaxshi. Sekin yopib ketdi. 8 bo'lib qolar ekan, rostdan ham 8 bo'lib qolar ekan. Menimcha oxiridan yerni kattalashtirib, mana gap bor edi. Mana shu gaplarni tozalayapman. Yana qayerda gap bor, shuni ko'rib turamiz. 9,5. Sizga boradigan. Hammasi joyida. Akkuratni o'zini yaxshi sifatida so'radi. Javob olmadi ehtimol, menimcha. Men javob oldi o'ziga. Mana respons oldi bu. Mana request jo'natdi, lekin hali respons olmadi. Nima sabab desa, mana qolgan bo'lsang, menda ideya bor. O'zim qo'lda qilib chiqaman. Bunchalik yomon ta'sir qilyapti menga. Delete qilish, mana shu oradagi narsalarni delete qilishi nima shunchalik qiyin holat bo'lishi mumkin, o'shani tushunmayman. Yoki o'sha yerga video turib qolgan bo'lishi mumkinmi? O'zi hammasini bitta. To'xtab turganda qaytadan kiradi shuni. Hammasini bittada hal qilib bo'lmaydimi shuni? Hammasini bittada belgilab, gaplarni o'chirish komandasi o'ziga berilmaganmi? Basic narsa emasmi shunisi? Deb o'ylab qoldim prosta. Hammasini belgiladim. On all tracks, link, unlink, link media, add to chat, AI edit, generate music, create nested timelines, AI media, synchronize, detect beats, create nested timeline. Qanaqa bo'ladi? Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta YouTube'ga qaytib mazlashdim. Belgilashim kerak, belgilashim kerak. Qanday o'chiradi buni? Qiziq. Katta so'rovdan keyin server o'zini tiklamagan deb o'ylayapti. Bu hozirgi sani kichkina so'rovingni o'ziga osilib qoldi. Avvalgi katta so'rov emas hali bu. Hozirgi kichkina so'rov bu. Qayta restart qildim. Problema qilishga gap yo'q. O'zi gapga yarim qolmagan ekan. O'shani ham hozir tugatib qo'yadi buni bitta qarang. Tugatdi даже bu. Bu tugatdi. Tugatdi shuncha muammo. Yarim soat oldin qilib bo'lgan bo'lardi, qotib qolavermaganda. 143 ta gap bo'lib ketibdi-da. Почти 1 minut. Hop, zoom joylariga e'tibor ber deyapti. 240. Okey, конечно, e'tibor beraman. 27, 235 mana shu yerdan boshlaymiz. Superbase. Mana shunday narsa deyapti. XMTB. Mana shunday narsa deyapti. Lekin what? Nima qilyapti? Nima qilyapsan? Agar biror joy yoqmasa aytasiz, to'g'rilayman. Masalan, zoom kuchini, ramz tezligini. Okey. Qo'shma, to'xta, menga bir qara. Demma qilyapti-ku. Qilaveradi bu narsa. Bu orada superpower sasini ketib qo'yganday bo'ldi. First cloud code bu cloud code'ni qanaqadir bir tablet voice tablet bo'lib. Qanday savash bo'lishi mumkin? Mana qo'ygandek. Ehoga o'xshyapti katta ehtimol. Videoni boshini tekshirib ko'r deyapti. Denoise emas, bizga denoise kerak emas edi. Bu bunday qilgan, videoni tozalagan, audioni shovqindan olib tashlaganda, original audioyimni ikkalasini bitta qilgan. Ham bir vaqtda shovqindan olib, mana shunaqa deb o'ylagan, prikol o'ylagandim, lekin mana shunaqa deb o'yladim. Rostdan boshqa nima ish qilasiz aka? Salom, nima ish qilasiz? Men orada qotib turaman. Zo'r. Uzoq vaqtdan keyin yana bir marta YouTube'ga qaytishga qaror qilamiz. Bugungi qiziq mavzulardan birisi Cloud Checkup komandasini hali ishlatib qo'yganim yo'q, prosta mavzuga ham qiziq.
hay gap turibdi-ku normalniy mayda o'tmay solasan nima bo'ldi hay yana ham bunaqa emas umuman olganda denoisni o'chirib tashlasan nima bunday qilsa bu demak bitta ovoz man o'yladim ham videoda ovoz bor ham audioda ovoz bor deb o'ylagandim bunaqa emas bir dona qoldi bunaqa gaplar oxiriga yetkazib olaydi shuni oxiriga yetkazib olaydi ko'rsatib qo'yaman sizlarga kompyuterga ham перезагрузка beraman programmaga ham перезагрузка beraman sanga вообще command q qilamiz pauza berdim tushunmayapsan denoisni olib tashlaymiz denois kerak emas manimcha tashdimmikan mayli endi bir marta qotarkanmiz yana bir marta qotarkanda bu shunaqa oson ekan nima muammo qilasan qiziqmang test qilishim zoomlar test qilishim kerak ketmasin yana bu hozir esingda bo'lsa kerak to'g'rimi mana ekan mana 3.35 ishlatibdi 3.35 bu yangi komanda emas deyapti bu doktorning ichidagi mavjud komanda bo'lishi kerakli joyi yaxshi yangi komanda emas doktorning ichida chiqdik xohlaganlarni tozalab berdi Boris Cherny bu brat o'zi Twitter'dagi plus kodni yaratgan odam checkupni ishlat nimaga ishlatishing kerak nihoyat biz g'alaba qozondik hammasi yaxshi ovoz bo'yicha defekt by default biroq xonada yozganim sababli o'zimni ovozim echo bilan yozilib qolibdi shuni bildim qolgan ekan shuni fix qiladigan biror usul bormi menga qiziq xonam katta baland ovozda gapirsam echo boshlanadi qanday to'g'risi bo'lsa qo'rsaman izoh denoisdagi 60% tozalangan xonada echo bo'lsa model echo olib tashlashimiz kerak siz eshitgan ikkilangan ovoz effekti chiqadi yechim strings bir aralashmasdan 100% qayta ishlangan signal 20 sekundni ishlatib yaxshi hammasiga qo'llar hammasini fix qilamiz oson qiynamaylik endi ingichka bo'lib rostdan ham ovozim biroz ingichka bo'lib muammo bor lekin bundan tashqari narsa qo'yadi hozir bunga bir narsa deb bo'lmaydi lekin и так 1,5 soat почти mana shuni oldin man bunga tushirdim man o'ylab turib yo'q ishlayapti man o'ylab turibman hozir qotadi bu rostdan hammasiga to'g'riladi hech narsa sразу kopiya qilish uchun yaxshi variant ekan qoldi yana qotib qoldi yana ha azizlar ko'rib turganingizdek bundan nima xulosa chiqarsa bo'ladi asabingiz kerak bo'lsa yaxshi kompyuter sotib oling asabingiz kerak bo'lsa o'zingiz montaj qilishni o'rganganingiz arziydimi yo'qmi man buni bilmayman men uchun yaxshi ishlasa shu qulay anaqa qotaveradigan bo'lsa montajni o'rganganim yaxshidir balki bir etaplarga keldik chidab bersak bo'ldi bizdan boshqa narsa so'ralmaydi chidab bersak bo'ldi zo'r ishladi tangalik bolalar endi oxirida eksportga o'tamiz moshps bo'lsin va YouTube'ga qo'yishimga mos kelsin deymizda to'g'rimi bunaqasi kerak shunaqa deyiladi qoidasi bo'yicha nima deyiladi o'tamiz thumbnail shuni o'zini o'zgartirib thumbnail generate qilib bera olasan video title давай mana bunisiga zo'r qilsa bo'ladi lekin anonisi sal oddiyroqda cloud uchun yangi chiqqan komandani tekshirib ko'rgan lekin mana bunisi stock content damiz qayerdan chiqarib berarkan menga qiziq cloud kod tozalash buyruq minglab token tejaladi to grab attention savings batch deja-vu funds should be available in the sandbox for this men o'yladim mana bu programma orqali palmer orqali qiladi deb o'yladim hozir Python ketdi. Thumbnail tayyor. Kompozitsiya toza chiqimni outputga ko'chirish presenting files. Nima chiqarib berdi menga qiziq. Juda ham qiziq menga. 8000 token. Qo'ydingmi? Bo'lamiz unda download 30 ga. Okay. 9 million token deb yozilgan ekan.
Oy, 18 million emas edimanda lekin. Men emas, AI aldayapti. Men hech kimni aldash niyatim yo'q. Yangi chekap buyrugi Cloud Code'dagi eng foydali yangilik. Cloud Code'ingiz token yeyapti. Mana yechimi. Mana shu yoqdi menga. Xo'p, bu videoni shu tugatamiz. Hozirgi montaj qilingan videoni ChatGPT bilan o'zi bitta harakat qilib ko'rishim mumkin. Menda nima ketdi? Prям hozir ayni vaqti. Plugin Palmier yo'q. Qila olasam, ko'raylik, hozir qila oladimi yo'q, qila olmasa o'zimizni ham qiynamayman. Ha, qila olaman. Siz uchun majburlash universal qoidalarni tekshiraman, keyin montaj imkoniyatlarini aniq aytaman. Ziq, bunga shunda programma kerak emasmi? Yo'q, o'zidan menga faqat qiziqyapti borgansa. Internet plan mode, select transition create state with format kerak yozishni yaxshilash, intro logo qilish. Ya'ni qanday natija xohlashingizni yozing. Motion va grafiklar bilan ishlaymiz. Downloadsga manimcha mana o'sha bo'ldi. Bu video nima beradi? Men o'yladim, upload qilib deb o'yladim-da, endi shuni tekshirib ko'rdim. Youtube review. Qancha? Manimcha maza bermaydi-yo, bunaqa montaj qilish. Mana ko'rib turishingiz kerak. Men Palmerga o'xshagan ochilib ko'rib turilgani mantiqli bo'lmaydimi? Hayronman yana. Kecha boradi bu ham. Bunga ham lekin 1 soat vaqt sarflash maqsadim yo'q. Bilaman. Yo'q, Swift bilan Click deb monitorsin. Kompyuter normallik. Masa ilyatori prям cho'tki ishlayapti. Marsga Elondan oldin yetib boradi. Elondan orqalidan keyin. Videoni ochib ko'rmoqchiman menimcha. Yo'q. Video ko'rib chiqadi bo'laman. Ko'rib chiqadigan odam emas ekanligim bor. Hop, ko'rib turganinglardek boshqa yo'lini topishga harakat qilib ko'raman. Bu o'zida qilishga harakat qilyapti. Men Palmerga o'xshab cloud ulanib ishlaganda juda ham zo'r bo'lardi, lekin bunaqa bo'lish maqsadi yo'q. Men o'ylashim bo'yicha. Bo'lganda yana ham zo'r bo'lardi, o'zini islayman deymiz. Hozircha shu. Rahmat, sog' bo'lasizlar.